Tili bilan anglashib aniqlamiz. Ya'ni botga kirib olamiz. Mana shu botga kirib olamiz. Mana shu botga kirib, boshqatdan start boshlaymiz. Start. Startga kirib, mana shu kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shu kanaliga almashtirishni o'rganamiz. Birinchi navbatda almashtirishni boshlaymiz. Do'stlaringizga almas qo'shsangiz, umr almasdan qo'shiladi. Minimal yechish almasimiz 450 almas ekan. Hozir biz almaslarni ko'paytirib olamiz. Almasimiz mana hisobimizda bosamiz. 460 almas yig'dim mana. 460 almas yig'dim. Endi mana botlarga qo'shsa, ya'ni mana botga kirib, botlardan ro'yxatdan o'tib etsangiz ham almas qo'shiladi. Mana shunday qilib tez yig'ib oldim. Botdan, ya'ni botlarga uni qildim. Qo'shilib qo'yamiz. Tasdiqlashni bosamiz. Bundan ham almas ishlasangiz bo'ladi. Kecha o'rgatdim sizlarga. Mana 60 almas. Kecha yechdim, yana bugun ham yechishga harakat qilamiz. Ya'ni mana shu botdan o'tib qo'yasizlar, chunki o'tsalaringiz yana bu bot ham bor. Bu botda ham almas beradi, lekin hozir ishlayotgan botimiz ham almas beradi. Ya'ni bulardan o'tsangiz, bu botlardan o'tib qo'ysangiz, mana botlardan o'tib qo'yasiz. Va tekshirishni bosasiz. Va almas ishlashni boslaverasizlar. Bo'ldi, do'stlar ulashni bosib, do'stlar anaqa qilaverasizlar. Mana shu kanaldan, mana shu botlardan ro'yxatdan o'tsalaringiz, mana bu botdan o'zingizga hisob qo'shiladi. Ya'ni hisobingizga mabodo bitta odam qo'shsangiz, do'st nima qo'shgan odamingiz ham mana bu kanaldagi botlardan ro'yxatdan o'tsa, siz ham ro'yxatdan o'tsangiz, yana 5 almas qo'shiladi. Sizga ham, unga ham, keyin sizga ham qo'shiladi. Keyin endi almas murojaat yozamiz. Murojaatga almas tushadimi degan murojaat hozir topdim. Biz hozir topdim. Ana qilmoqchiman, sinab ko'rmoqchimiz. Aldaysan deb aytsalar, shuni ana qilaman. Murojaat yozaman. Nima uchun almas tushadimi? Admin javobini kutamiz. Endi admin javobini kutib turamiz. Almasxon tushadi deb keldi. Tushadi 100% ishonchli deb keldi. Endi almas yechamiz. Bizga ham ana bo'ldi. Mana shu yerga yurdim mana. Endi almas yechishni boshlaymiz. Almas qancha yechmoqchisiz? O'sha 450 almas. Yani haftalik. Bundan ko'p almas yechilaversangiz ham 450 almas yeching. Chunki haftalik voucherli bu. Mana Free Fire ID'ingizni yozing deyapti. 126 2018. Yo'q, xato yozdik. 2018 2010. Mana biroz kuting deyapti admin javobini. Endi kutib turamiz. Endi 10 minut kutamiz. Mana admin javob yozyapti. 10 minutda tushadi deb. Endi hozir kutamiz. U almas tashlayotgan bo'lsa kerak bizlarda. O'yinimizga tasdiqlashini kutib turamiz. Keyin Free Fire'ga kiramiz. Ya'ni bizda 2300 da qanchadir almas bor. Mana tushdi. Tashlab berildi. Endi Free Fire'ga kiramiz. Ishonchli bo'lish uchun. Bizda kecha bugun almaslarimiz, ya'ni haftalik voucherlarimiz qolmagan edi. Faqat oxirgisini olgan edim. Bir haftalik voucherni oxirgisini olganman. Keyin endi sizlar ana nima edi? Almas qo'shilgan. Ya'ni 2300 qancha almas bor edi. Endi 100 almas qo'shilgan bo'lishi kerak. Mana ko'ramiz. Mana almas tushdi. Mana haftalik voucherga membershipga tushdi mana. Mana 8 kilo qoldi mana. Bugun oxirgi kunni olib bo'lgan edim. O'zi aytganimdek. Mana endi
ham ishlab ko'ringlar. Aytganimdek, siz yana kirib olamizda deganimda ana shuni aytgan. Ya'ni hozir aytdim-ku sizlarga, mana shu kanalga kirib, mana shu botlardan ro'yxatdan o'tsangiz ham, ikkita botdan ro'yxatdan o'tsangiz ham anavi bo'ladi. Ya'ni 5 almas qo'shiladi. 5 almas qo'shilgandan keyin mana almas ishlashga 11 almas beriladi bitta odam uchun deydi-ku. Yana 5 almas qo'shsangiz yana tezroq, ya'ni 10 ta odam qo'shsa, 30 ta odam qo'shsa bunga botlardan ro'yxatdan o'taversangiz, ya'ni sizlar 20 ta odam qo'shsangizga to'g'ri keladi. Keyin odam qo'yish shunchalik qisqaraveradi. Bo'ldi. Ham video yoqqan bo'lsa, like, obuna bosib, shu botdan ishlashingizni so'rab qolaman.